Assalomu alaykum, Yo'ldosh texnika markazini uzoqdan yaqindan kuzatuvchi obunachilari, Yo'ldosh texnika markazining YouTube kanalidagi obunachilarni 5 tanesini xursand etamiz deganmiz. Xudo xolasa 20 mingga borganda bir dona yakka motosikl, 3 dona skuter, bir dona televizor, 5 dona obunachimizga beramiz. Xudo xolasa obunachilarimiz soni 10 mingga oz qolgan. Xudo xolasa 20 mingga yetganda aynan shu 5 dona texnikamizni YouTube kanalidagi obunachilarga beramiz. Buning uchun har videomizda faol bo'lib, kommentariyada zo'r o'zingiz fikringizni qoldirasiz. Aynan shu kommentariy orasidan 5 dona g'olibimizni aniqlaymiz. Yakka motosiklimizning bahosi 16 million so'm, skuterlarimiz ham 3 million 4 million atrofida turadi, televizorimiz 2 million so'mdan ziyod bo'ladi. Buni shundaycha obunachilarimizga beramiz. Navbatdagi yangiliklarimiz motosikillarimiz bo'ladi. Bularni 31-martgacha aksiya qo'yganmiz. Motosikillarimizga, to'q motosikillarimizga, bizelli motosikillarimizga ko'p odamlar foydalanib turibdi. Xudo xolasa buni 10-aprelgacha cho'zamiz. 10-aprelgacha necha bo'ladi? Alt Motors bizelli motosiklimiz 1,5 tonnalik bo'ladi. Motor kubalari 150 lik bo'ladi. 100 ga 2 litr, 3 litr rasxod etadi. Bahosi 29 million so'mga xarid etgan mijozlarimizga bir dona xolodilnikini, bir dona kir mashinani, bir dona gaz plitasini, bir dona konditsionerni, zo'rdan bir dona skuterdan qo'shib beramiz. Bularning bir donasini qo'shib beramiz. 29 million so'm to'lagan mijozlarimizga hammasini qo'shib beramiz. Aynan shu ko'rib turgan texnikalarning birisini saylamaymiz. Hammasini qo'shib beramiz skuterni ham. Ondan tashqari o'zing zotdan qo'shiladigan 7 dona maxsus sovg'asi bo'ladi. Shu spravkasi nomeri Xorazm Qoraqalpog'iston resurs bo'ylab dastlabki yetib beramiz. Dastlabkilar mutlaqo bepul bo'ladi. Bu motosiklimiz 29 million so'mga xarid etgan mijozlarimizga aynan shu ko'rib turgan texnikalarimiz hammasini qo'shib beramiz. Bu aytib turgan narximiz muddat to'lagan, kreditga ham, naqd pulga ham, plastikka ham amal etadi. Bizlardan kreditga olaman degan yurtdoshlarimiz bo'lsa, hech yerda ishlayman, bankka bormayman, kafilim yo'q desa, bir dona pasporti bilan keladi. Yo'ldosh texnika markazi ishini bir zumda bitirib beradi. Xolasa 1 oyga, xolasa 3 oyga, xolasa 6 oyga, xolasa 12 oyga muddat to'lagan xarid etsa bo'ladi. Navbatdagi modelimiz Alt Motors'ning 2 tonnalik deb aytiladi. Motor kubalari 200 lik bo'ladi, 100 ga 3 litr rasxod etadi. Motorga 2000 km garantiya qo'yamiz. Zotda qo'shib beriladigan sovg'asidan boshqa o'zimizning do'kondan buni 32 million so'mga xarid etgan mijozlarimizga bir dona xolodilnikini, bir dona kir mashinani, bir dona gaz plitasini, bir dona konditsionerni, bir dona skuterni shundaycha qo'shib beramiz. Hammasi qo'shib beriladi bularning. 32 million so'mga xarid etgan mijozlarimizga. Yo'q, bu vaziyat kerakmaydi desa, do'konga keladi. Pulini o'zi o'ylagandan ham ko'p qaytib beramiz. Buni ham shu muddat to'lagan naqd ham, plastikka ham, pasport ham xarid etsa bo'ladi. Bulardan dastlabki yetib beramiz. Shu spravkalari bo'ladi. Belgilarni ko'rib 2026 bo'ladi. Bemalol tekshirib olishlari mumkin bo'ladi. Bu modelimiz kabinkali model deb aytiladi. 2 tonnalik, bu ham 200 lik bo'ladi. Buni vaqtida 30 million so'm sotganmiz. 10-aprelgacha 24 million so'mdan beramiz. Bir dona qog'ozlik uchun, bir dona qog'ozlik uchun. Bu ham 200 kubal bo'ladi, 2 tonnalik bo'ladi. Navbatdagi modelimiz qo'sha balon bo'ladi bu. Bu 3,5 tonnalik bo'ladi. Motor kubalari 300 lik bo'ladi. 100 ga 5 litr, 6 litr rasxod etadi. Borti 260 ga 140 bo'ladi. 260 ga 140 qo'sha balon samosual bo'ladi. Buni 36 million so'mdan kam sotmaganmiz buni. Hozir aksiyada 34 million so'mdan qo'yganmiz. 34 million so'mdan dastlabkasi shu spravkasi nomerlari o'zing 7 dona maxsus sovg'asi bilan xarid etsangizlar bo'ladi. Navbatdagi modelimiz ham qo'sha balon bo'ladi, samosual bo'ladi, motor kubalari 250 lik bo'ladi. Borti 220 ga 140 bo'ladi, 220 ga 140 bo'ladi. Buni ham narxini 34 million so'mdan sotganmiz. 10-aprelgacha 31 million so'mdan aksiyada qo'yganmiz. 3 tonnalik qo'sha balon 220 ga 140, 250 lik motor. Buni ham dastlabki yetib beramiz. Bularni xalasangiz naqd pulga, xalasangiz muddat to'lagan xarid etsangiz ham bo'ladi. Navbatdagi modelimiz kvadrotsikl bo'ladi. 2025-yilda buni 35 million so'mdan 42 million so'mga sotganmiz bu modellarimizni. Bu 220 ga 140 bo'ladi, motor kubalari 250 lik bo'ladi. Buni 42 million so'mdan sotganmiz. Buni ham 10-aprelgacha aksiyada 35 million so'mga tushirganmiz. Bir dona qolgan uchun buni ham dastlabki yetib beramiz. Buning 30 millionliklari motor kubalari 200 lik bo'ladi. 1,5 tonnalik bo'ladi. Bu 2,5 tonnaligi. Navbatdagi modelimiz Xunji bo'ladi. Xunji modellarimizga aksiyalarning zo'rini berganmiz.
Bu Hyundai modelimizning 2 tonnalığı samosval modeli deb aytiladi. Motor kubalari 200 lik bo'ladi. Borti 2 metrga 140 bo'ladi. Silindrli bo'ladi. 2 tonnani bemalol tortib biladi. 100 ga 4 litr rasxod etadi. Motorlarni 2000 km garantiya qo'yamiz. 100 ga 4 litr rasxod etadi. Buni ham 32 million so'mdan sotganmiz. Buni ham hozir aksiyada 26 million so'mga tushirganmiz. 26 million so'mning ichida muddat to'lab ham xaritasi oladi. Dastlabki ham ichida oladi. Navbatdagi modelimiz Hyundai'mizning samosval emas modeli. Buning motori 200 edi, buniki 250 lik bo'ladi. Buning borti 220 ga 140 bo'ladi. Motor kubalari 250 lik bo'ladi. 100 ga 5 litr rasxod etadi. Buni 30 million so'mdan sotganmiz vaqtida. Bundan ham bir dona qolgan uchun aksiyada 24 million so'mdan qo'yib beramiz. 10-aprelgacha qo'yib beramiz. Lachin mototsikllarimiz ham bor bu yerda, Elk Motorslarimiz ham bor. Bu modelimiz 220 ga 140 bo'ladi. Qo'yxona modeli deb aytiladi o'zimizning tilda. Modeli Kamil deb aytiladi. Motor kubalari 200 lik bo'ladi, 100 ga 4 litr rasxod etadi. Buni ham vaqtida 30 million so'mdan sotganmiz. Hozir aksiyada bundan ham 3 dona qolgani uchun 24 million so'mdan beramiz dastlabkasi bilan. Muddat to'lagan xaritasi bo'ladi. Elk Motorsning 2 tonnalik samosvallar ham kelgan. Lachin modelimiz ham bor bizda. Lachin samosval modelimiz 2 metrga 140 bo'ladi. Motor kubalari 200 lik, 100 ga 4 litr rasxod etadi bu modelimiz. Buni ham 30 million so'mdan sotganmiz. Hozir aksiyada bir dona qolgani uchun 24 millionga tushirganmiz. Samosval model 2 tonnalik samosvalni 24 ga tushirganmiz. Samosval emas modelini 21 million 500 ming so'mga tushirganmiz. Qolgan modellarimizda ham aksiyalar davom etib turibdi. Hammasini 10-aprelgacha bo'ladi. To'qli mototsikllarimiz ham ko'rish. To'qli mototsikllarimiz 500 kilodan 2 tonnagacha bor. 8 million 500 ming so'mdan 17 million so'mgacha to'qli mototsikllarimiz bor bizlarda. Kabinkali modellarimiz ham bor. Keyin yana bir toza kelgan modelimiz bor. Bu ham aksiyaga tushgan. Motor kubalari buning ham 300 lik bo'ladi. 3 dona qolgan, bundan ham 3 dona qolgan. Buni ham vaqtida 40 million so'mdan sotganmiz. Borti 260 ga 140 bo'ladi. Motor kubalari 300 lik bo'ladi. Buni 40 million so'mdan sotganmiz. Hozirgi kunda aksiyada 3 dona qolgani uchun 27 million so'mdan beramiz. Dastlabkasi ham ichida oladi. Shu spravkasi nomeri Zotdan keladi, 7 dan maxsus sovg'asi bilan xalasangiz muddat to'lagan bir dona pasport ham do'konning o'zidan xaritsangiz bo'ladi. Bizlarda skuterlarimiz ko'paygan hozir. Qolgan modellarimizni kelsangiz qisqacha tushuntiramiz. To'qli mototsikllarimiz 8,5 dan 17 milliongacha bor. 500 kilodan 2 tonnagacha. Motobloklarimiz ham kelgan bizlarga. Toza modeli bo'ladi bu. Amortizatorli modellari, qo'lga vibratsiya bermaydi. 3 million so'mdan 4 milliongacha bor bular. Skuterlarimiz 2,5 million so'mdan ta 9,5 million so'mgacha skuter bor hozir bizlarda. Drango Dimash firmasi bo'ladi. Garantiya servislari 1 yil bo'ladi. Xalagan modellardan topib beramiz. Skuterlarimiz ko'p. Bulardan bir dona pasport bilan muddat to'lovga olib kelsangiz bo'ladi 1 yilgacha. Yakka mototsikllarimiz 16 million so'mdan turibdi. 3 xil sveti bor. Yana bulardan keldi ko'p. Bularni 16 million so'mdan sotib turibmiz. 8 million oldindan to'lasangiz, qolgan 8 million so'mni 3 oyga foizsiz o'zing pulni bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Quadrotsiklarimiz bor. Trisiklarimiz ham bor. 300 kilolik, 500 kilolik. Bular ham toza kelib turibdi. Hop, bizlarga yana Dimash modelidan toza skuter kelgan. Kechayist olib bu yoqqa. Oynalardan qo'shini reklama eting deb, ha. Toza modeli bu Dimashning. Bu biznes aldinglarmi shuna? 5 litr saldım. 5 litr nereden saldın? To'qliq axir bu. Nereden saldın? To'qliq bu. Bu bog emasmi? Yo'q, bu to'q bilan harakatlanadi bu. Yava yakka mototsikllarga o'xshab chiqarilgan Dimash modelimiz. Toza modeli. 2 odam polni bemalol o'tirsa bo'ladi. Start stop bor. Welcome to use the smart Bluetooth e-bike. Suytlar ham zo'r yonib turadi. Buni hech qanday nega aparib bir shart emas, suytlari qo'yilgan o'zi bezalgan. Maqtash shart emas. Bir o'zida aytganda, hop. Xuddi bezelli mototsikl deb ishlab chiqarilgan, tezliklari 60 ga chiqadi. Tezligini ham bir ko'rsat. Buni qorda, muzda yuradigan avis urib yuradi. Bir bosib yuradi. 60 ga chiqadi tezligi. Tablosi ham elektron tablo. Eng zo'r yeri signali.
KAMAZ'nikiday signali. Orqaga ham yuradi. Parkovkasi bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bundan ko'p kelmagan o'zi bahosini kelishtirib chiroyli etib beramiz. Balonlar ham ul bo'ladi, elda ham orqasidan jistorimiz bo'ladi. Ko'rsat, eğer shunday 2 dona go'dayli kachok bolalar ikkovini tortib biladi, bemalol tortib biladi. Hop, biz yerda meshi texnikalarimizda o'zgarish bo'ldi, xudo xolasa. O'zgarishimiz texnikalarimizda 1 yilga muddat to'lovga o'zining pulini beradiganini xudo xolasa boshlaganmiz. Texnikalarimizda o'zining pulini 1 yilga bo'lib to'laysa, bir dona pasport evazini. Kelasiz, aynan shu holdagi yoqdi, 1 yilga 665 ming so'mdan o'zining pulini bo'lib to'laysiz. Bo'yi 2 metrdan ziyod bo'ladi, zifler holdingiz. Ishlari, holdinglik, tegi morozinlik bo'ladi. Beryosa holdingizda 1 yilga 737 ming so'mdan bo'lib to'laysiz. Ustida hech qanday qiynalmaydi, o'zining puli bo'ladi. Xolasangiz 6 oyga, xolasangiz 3 oyga 5% asosida bo'ladi. 3 oyga to'layman desangiz 3 oyga, 6 oyga to'layman desangiz 6 oyga, 1 yilga to'layman desangiz 1 yilga. Bu o'zingizning do'konga kelasiz. Pasportingiz bilan hech qanday oylik shart emas, kafil shart emas. Pasportingiz bo'lsa bo'lgani, dastlabkilari, sovg'alari, barabor aksiyalari, kupon aksiyalaridan ishtirok etasiz. Atlant holdinglarimiz 713 ming so'mdan to'laysiz. Birisa holdinglarimizni 665 ming so'mdan to'laysiz. Bestin holdinglarimizni 713 ming so'mdan to'laysiz. Premier holdinglarimizni 483 ming 400 so'mdan to'laysiz. Avangard shuna shkapon holdinglarimizni 966 ming 700 so'mdan to'laysiz. Bu holdingimiz ham xuddi shunday 966 ming 700 dan to'laysiz. Ferry holdinglarimiz 484 ming so'mdan to'laysiz. Bu aytib turganlarim yillik to'lovlari bo'ladi. Ya'ni hammasidan qisqirilgan yillik to'lovlar, Indesit, Birusa, bayanan qisqirilgan Avangard, Beko holdinglarimiz 713 mingdan to'laysiz. Birinchi tarjimamizda televizor holding konser bo'ladi. Hammasini kirmashin deysizmi, gaz plita deysizmi, holding deysizmi, hammasini 1 yilga o'zining pulidan xarid oladi. 1,5 metrlik televizorlarimiz 544 ming so'mdan to'laysiz. Bu ham xuddi shunday. Immer 55lik Android eng so'nggi versiyasini 664 ming 600 so'mdan to'laysiz. Bu ham xuddi shunday. Bu televizorimizni 484 dan to'laysiz. Bloqlarimizni 266 ming so'mdan to'laysiz. Bu aytilib turganlari yillik to'lovlari bo'ladi. Ustida hech qanday pul minmaydi. Bu televizorimizni 241 ming 700 so'mdan to'laysiz. Bloqlik televizorlarimizni. Bu televizorimizni ham 266 dan to'laysiz. 2 metrlik so'raganlar uchun 664 ming 600 so'mdan to'laysiz. Eng so'nggi versiyasi Monex'dan. Buni 300 shuaki bir o'g'illik Smart'da 303 ming so'mdan oylik to'lov chiqadi. Har oyda ana shuni bo'lib to'laysiz. Sinovdan o'tib pullarni berasiz. Ustida hech qanday foiz, qo'shimcha ustamalar, penalar minmaydi. Kichkina holding so'rag'anlar tashlanish uchun o'rtacha bu ham kichkina emas, 305 ming so'mdan, 315 ming so'mdan to'laydi ekan. Keyin bir kayselarimiz ham ko'rsak, eldimiz sezon kayselarimiz ham ko'p odam so'rab turibdi. Kayselarimiz ham 1 yilga beramiz. Eldinda hech qanday to'lov ham bo'lmaydi, kafil ham kerakmaydi, oylik ham kerak. 12lik Royson kayselarimiz 447 ming 100 so'mdan to'laysiz. Artel kayselarimiz, invertorlarimiz 483 ming 400 dan to'laysiz. Avalon trendda turgan kayselarimiz 688 ming 800 dan to'laysiz. 18lik Zifler kayselarimiz 725 dan to'laysiz. Artel 18lik kayselarimiz 605 ming so'mdan to'laysiz. Hayr kayselarimiz 758 ming 500 dan to'laysiz. 12lik Shuak kayselarimiz 447 ming 100 dan to'laysiz. Bu yerda turgan kayselarimiz Immer, Ox, Artel, Rus, Zifler, Premier, Tasel hammasini 447 ming 100 so'mdan 1 yilga bo'lib to'laysiz. Hech qanday ustuna pul minmaydi. Ki padoldagi gaz plita, holding kayselar ko'rsatdik, padoldagi texnikalarimizni ham ko'rsak, magazinlar pastda bu. Toza skuter ana. O'zida birovda olajaq o'xshaydi bu. Ildi bu, tezligi ham zo'r ekan. Gaz plitalarimiz ham xuddi shunday 1 yilga o'zining pulini bo'lib to'laysiz. Kir mashinlarimiz ham shunday. Vitrinlarimiz. Sezon kelgan bilan baholarni tushirib qo'yib, bulardan muddat to'lovga xaridsangiz, xolasangiz 3 oy, xolasangiz 6 oy, xolasangiz 1 yil. Kir mashinlarimiz ham xuddi shunday. Avtomat kir mashinlarimiz ham. O'zining pulini Meshi texnikalarining hammasini o'zining pulini bo'lib to'lasangiz bo'ladi. 1 yilga ham
Üstüne bir so'm pul minmaydi. Magazinlarimiz ham kelgan, bizlarga hozir trendda turgan. Xing magazinlarimiz kelgan, brendlar, eng zo'r ranglardan kelgan. Aynan shu magazinliklarimiz kelgan. Bulardan bir dona pasport evaziga 1 yilga muddat to'lga xarid etsangiz bo'ladi. Bo'lib to'layverasizlar. Videomuz qisqa video bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, aynan 5 dona sovg'a g'olibi biri siz bo'lishingiz mumkin. Hammasi Yo'ldosh texnika markazida kutib qolamiz.